Gidroponika arqali yuzaga Gidroponika deganimiz o'simliklardan to'plaqsiz suda o'sadi. Gidroponika arqali yuzaga qalay o'sayotgan ko'rsatadi. Bu tajriba men akamdan ko'rib o'rgandim. Biz uyda yeski aslaymiz. Akam nima yeskimizga zaqqas bo'yab yem sut tayinlab beradi. Yeski suti odam aqlisiga foydali. Apa ikimiz maktabda olsa aqlshoqqa suvda to'g'ib toza sug'uyamiz. Taza suvni quyib 12 soatga betini jovib qo'yamiz. Taza suv quyib 12 soatga betini jovib qo'yamiz. Suvni bunga qo'yib Salqin betini 12 soatga qo'yamiz. 3 kunga qo'yasiz. 3 kunga qo'yamiz. Ana qarasa. Oydinlab. 1-1,5 santimetrga jayib. Betini jovib 3 kunga qo'yamiz. Betini jovib 3 kunga qo'yamiz. Biday ahmoq ta'mirlanib, sirtqa qabig'ishga o'z kelishgan. Biday 2 santimetrga o'sishgan. Bidayim o'sib keladi. Bidayda kuniga 3 litr sug'oraylik. Молодец. Bidaydan suvini to'yamiz. Alasan. Jay. Bo'ldi qo'yasan. Deyman, buning kusugun bidayi 15 santimetrga o'sib qapti. Doim bo'lgan bidayda eskimi olib berib. Gidroponika aksine qiziqqan sebebi o'simlikdan to'plaqsiz suda eskimi olib berib. Eskim ma'an esesinde tavuğu süt beradi. Eskin süt ağzaga foydali.